Bu Atski portal. Uni ko'p o'yinchilar biladi va uni bilmaydiganlar ham bor. Bu 26.1 versiya, eng yangi. Shunga mob bolachalari o'zgargan. Endi maqsadga o'tamiz. Atski portalini sandiqlarda har xil kerakli keraksiz buyumlar bo'ladi. 6 oltin blok va Atski portalini kim qurgan? Nimaga qurgan? Bunga javob beraman. Atski portalini piglinlar qurgan. Ular oddiy olamda yashamoqchi bo'lgan. Lekin ular oddiy olamda spina zombiga aylangani uchun ular portallarni buzishgan. Va portallar shunaqa ko'rinishga kirib qolgan. Hozir portalni aktivatsiya qilaman. Obsidian va zajgalka. Yig'loq obsidianlarni sindirib olaman. Mana shu yerdan tepaga chiqaman. Chiqay deb qopman, mana chiqdim. Bu piglinlar. Ba'zilar tanimaydi. Mana ko'rib qo'ying. Ular spina zombiga aylangan sheriklardan qo'rqadi. Chunki kasal yuqtirib olmaslik uchun. Eng yangi versiya bo'lgani uchun piglinni bolachalari ham o'zgargan. Mana ular hoglinlar bilan dushman. Hoglinlar ham ular kabi cho'chqa bo'lsa, ikkovi bir-biri bilan dushman. Mana shular hoglin. Mana hoglinni bolachasi ham o'zgargan. Hoglinlar ham oddiy olamda zoglin bo'lib qoladi. Lekin ular ursa ham urmasa ham zoglin bo'lganda o'yinchilarga hujum qiladi. Spina zombilar esa faqat o'yinchi ursa hujum qiladi. Mana spina zombi bu. Hozir kreativda bo'lganim uchun u teginmaydi. Atrofni kuzataydi. Lavachalak videolarda ko'rgandim. Lavani oldiga muz qo'ysa, lava nezar toshga aylanarkan. Bu muz bo'lmasa kerak. Boshqa muzni sinab ko'ramiz. Hammasini sinab ko'raylik. Bo'lmadi. Bu ham bo'lmadi. Bo'lmadi. Nimagadir bo'lmadi. Mana bir-biri bilan jang qiladi.
Piglinlarning dushmani faqatgina hoglinlar emas, vizer skeletonlar ham piglinlarning dushmani. Piglinlar soul sentli narsalardan qo'rqadi. Oddiy qumidan qo'rqmas ekan. Hozir qidirib topaman. Soul. Mana. Soul torch. Mana qochdi. Qochyapti. Bittasini qo'yib qo'ysangiz, anchaga yetadi. Hozir qamab ko'rsataman. Bitta sotib olamiz. Yaxshisi blok shunchaki sindiraman. Ikkita chiqarib qo'yaman, lekin ba'zida Juda katta joy kerak emas. Hozir mana topildimi? piglinni tuxumini olaman. Mana mana spawn qildim. Mana qochyapti. Ovozlashtiraman. Mana qo'rqadi. Boshqalar ham qo'rqadi. To'rttamikan? Ikkitasi bo'ladi. Kanalimga obuna bo'ling, like bosing. Video tugat.